Savol tushdi, 3 oylik bolani otaga ko'rsatmasa bo'ladimi? Er-xotin birga yashamaydi. Bola juda yosh, juda kichkina, hali chaqaloq. Ko'rsatishingiz kerak, chunki ota bolaga huquqi bor, biologik ota hisoblanadi va ko'rishga haqqi bor. Qaysi holatlarda ko'rsatmaslik mumkin? Qachonki agar o'sha er tomonidan ayolga nisbatan qanaqadir bir zarar yetkazish holati bo'lsa, ta'zir o'tkazish, ruhiy bosim yoki bir qanaqadir tan jarohati yetkazish niyati bo'ladigan bo'lsa, negativ holatda kelgan bo'lsa, shunga u nima qilgan bo'lsa, shunaqa maqsadi bo'ladigan bo'lsa, unda siz bolani ko'rsatmasligingiz mumkin. Faqat buni siz asoslab berishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'zingiz yaqinlaringiz ishtirokida ko'rsatishingiz kerak. Albatta, birinchi navbatda o'zingiz ham ishtirok etishingiz kerak bu nimani jarayonda. Agar ota-onangizni ham yoki yaqinlaringiz sizni himoya qilishga ko'zingiz yetmasa, unda ichki ishlarga murojaat qilasiz, himoya orderi olasiz. Kerak bo'lsa, ichki ishlar xodimining ishtirokida ham ko'rsatish mumkin. Uning uchun yozma ariza ravishda yoki 102 ishonch raqamiga telefon qilib, ulardan amaliy yordam so'raysiz. Lekin asossiz, hech qanaqa sababsiz ko'rsatmaslikka haqqingiz yo'q. Agar sudga beradigan bo'lsa, sud qaror chiqarib beradi ko'rishga. Agar sud qarori chiqqandan keyin ham siz ko'rsatishdan bosh tortsangiz, unda ma'muriy javobgarlik, undan keyin jinoiy javobgarlikka tortilasiz. O'shaning uchun har bitta xatti-harakatingizni qonuniy qiling. Agar ko'rsatmaydigan bo'lsangiz, sudda buni isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. Agar sizga huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling, yordam beramiz.